Assalomu alaykum. Bugun biz sizlarga Jarqo'rg'on minorasi haqida ma'lumot beramiz. Jarqo'rg'on minorasi O'rta Osiyoda yagona bo'lib, 8 qirrali poydevor ustiga bunyod etilgan va 16,5 ustunlar bilan bezatilgan. Minora 1109-yilda Sulton Sanjarning buyrug'i bilan mashhur me'mor Ali ibn Muhammad Saraxsiy tomonidan qurilgan. Minorani yuqori qismida kufiy yozuvli belbog' mavjud bo'lib, unda Qur'on oyatlari bitilgan. Minoraning g'ishlari shunchalik nozik ishlanganki, ular matoga o'xshaydi. Minorani ichida aylanma zinapoya bo'lib, orqali yuqoriga ko'tarilish mumkin. Hozirda minoraning balandligi 21 metr, ammo dastlab 43 metr bo'lgan. Bugungi kunda mazkur qadamjo xorijiy va mahalliy sayyohlarning diqqatga sazovor manzilgohiga aylangan. Ma'lumotlarga qaraganda minorani yonida masjidi bo'lgan. Bugungi kunda u saqlanib qolmagan. Tarixini bilgan el yo'qolmaydi. Jarqo'rg'on minorasi bizning kimligimiz, faxrimiz va kelajagimizga eltuvchi yo'ldir.